Үз yurtini qisqa vaqtga tark qilganlarga, lekin shu vaqt ichida bosqinchilik, qaroqchilik yo'lida boshqa kimsalar bosib olsa, vatanni himoya qilish uchun yurt egasi jihad e'lon qilsa bo'ladimi? Va har ikki tomonga Allohning chin dunyodagi hukmi qanday bo'ladi? Haq mukammal javob uchun rahmat deydi. Yaxshi tushunmadim. O'z yurtini qisqa vaqtga tark qilganlarga, lekin shu vaqt ichida bosqinchilik, qaroqchilik yo'lida boshqa kimsalar bosib olsa, vatanni himoya qilish uchun yurt egasi jihad e'lon qilsa bo'ladimi deydi. Bir odamga bir odam jihad qiladi. Yo'q, jihad degan turganim bu sistema jihad bo'ladi. Bu jamoatga jamoat jihad degan bo'ladi. Sening uyingni biri bosib olsa, sen kelib sotqa ber ana. Misol uchun. Je quvalab chiq uyingdan. Agar dokumentlaring o'zida turgan bo'lsa. Quvalab chiqqandan ko'ra sotqa var dokumentingni ko'rsatсаң, biri bosib olgan bo'lsa, ani bir kunda quvalab chiqarib berib qo'yadi. Aga jihadda bu yoqqa flak tilib olib, Allohu akbar deb qilich bilan ko'tarib turish shart emas. Bu tartibi bor. Men shuni tushundim. Sen bir yoqqa ketib qolsang, 6 oy 7 oyga uyingga biri kirib bosib olibdir. Sen gel o'shani chiqarish uchun o'shaga jihad jariyalasan bo'lavi deb atasında. Jihad deb aytsaqda janagıday bir mubalag'a turda jihad deb aytsaq bo'ladi, uyingni saqlab qolish o'zingning mildeting. Maling, dining seniki bu. Agarda biri malingni tartib olsa, ani quvib chiqqanga qo'lingga quvib chiq, biroq bizning mamlakatning shartida sotqa bersang, dokumentingni ko'rsatsang, ani quvib chiqadi albatta. Sen o'zingning malingni o'zing qilib olganga sen to'liq huquqing bor. Alemes özünün malın saqtash uchun salg'ilashib o'lib qolsa, bu shahid degan hadis dağı var. Halal malını avirini birga kelib tartib olib atgan bo'lsa, o'shani to'sib atib, bir bala bo'lib o'lib qola turgan bo'lsang, sen jannatda bo'lasan. Shahid bo'lasan degan so'z bor. Ekan adal mal saqtab qolish. Dindagi negizgi 5 asl var. O'shalar din, adamdın ömrü, adamdın aqlı, jani, nafsini aytdigani. Anan arz, adamdın abir, namusu, anan adamdın malı dağı. Jihad uşul 5 narsa üçün bo'ladi. Uşul narsa saqtab qolish uchun bo'ladi. Uşulardan birine biri ziyon tegizib atsa, ani bir qadril imkon qo'lingdan kelib to'sishing kerak. Anan biroq to'sat desa, balkim anındagi o'zining huquqi vardır. Antkeni sen dokumentingni biri olib turib jasab sotib bergan bo'lishi mumkin. Barib so'rash kerak birinchi. Sen qaysi men yashab atasan? Balkim seniki xatoniqi to'g'ri bo'lishi mumkin. Har kimning o'zining haqiqati var. Balkim sen özün adaş bir narsa qilgandirsiz misol uchun. Shuning uchun ani terishtirish kerak, mizam yuzunda ani qarab beradi inshaalloh. Men shuni aytaytelim, Alloh rozi bo'lsin. Menin ayolim o'rib jatdeli 1 yildan o'tdi, o'shaga jamoatdan bir duo olib berasizmi dedi. Ayolim ati Zumrat dedi. Atların yozish umuman shart emas. Qur'on o'qitganda atlarni aytishdagi shart emas. Xudoy taolo bilib turadi, o'sha niyatingizning bardig'ini yetkazadi inshaalloh. 2 qatıным var, birisi özüm menen, birisi Moskvada balam menen, özüm bara albayım, deport bolğum, ne qilish kerak, qantsam to'g'ri bo'ladi deydi. Deport bolsang, qatınыңa telefon chalasın, telefon deport bo'lmagandir. Telefon chalib aytasan, qatın jan deysin. Sen o yerde, men bu yerde jursök narazi bolboysun bu deysin. Taksi jüre versin balası menen, sen bir yakta jüre veresin. Yok, jüre albaytam, boğay kaldım dese, bana deport, bana barışka yol yok, bırak sana, bizden deport yok sana, sen kel deysin. Ana keveyim, kel albayım, onday munday dese, bırak men sözsüzdür desem, yaşaşık bırak onday munday desen da, başını boşaltqanға tuğra kelet tuğanım. Bırak balang balağatqa jetken bolsa. Anam balang balağatqa jetelek bolğan bolsan da majbur ap kelgenge to'g'ri keladi. Anken o yerde namahram yurganga to'g'ri kelmaydi. Kebir ayollar var, kuyovga ko'p muhtoj emas bolğan bolsa, o'shu pasportda ele kuyosi bar bolğan, kifoya bolğan bolsa, anda mayli. Biroq men kelvesangiz o'lib qolam, o jamon bu vatan buyoq qarab desa, anda sen kel deysin onu. Jengi qisqa ko'ylak bilan namoz o'qisa bo'lavi. Bo'ladi. Biroq jengni turi o'qigan makruh. Özü jeng qisqa bo'lsa, biraz adabsizlik bo'ladi, biroq durust bo'ladi. Biroq uzun jengni turi o'qigan makruh deb aytgani, kiyim o'zidagi tasbih aytadi deydi. O'sha sababdan. Aslidan qisqa tegilgan bo'lsa, inshaalloh ziyoni tegmaydi, biroq uzun bo'lgani yaxshiroq. Kungi sig'an suvga darat olsa bo'ladi.
күнгү сыган сууга дайрат алса болот. Бирок илажы болушунча бети жабык болуп сыган болсо жакшы. Анткени жанагы пес деген оору ошондон пайда болот деген даиф хадис бар. Недостоверный хадис бар.